Haydi kalanlı! Çık! Ha, bu ne? Hemen ha. Çık. Haydi kalanlı! Çık! Haydi kalanlı! Çık! Çık! Haydi kalanlı! Çık! Haydi kalanlı! Koş! Koş! Haydi kalanlı! Haydi kalanlı! Koş! Çık! Çık! Çık!
Dada. Ha, nimdeyse? Meni apam evetti. Velikamın uyda bir günlük iş bakken seni karışmasın deydi. Pah. Kaçan mı kurtulamaz bu hakkı malaylık kılıçtan? Ecep toydum cuma. Bak Allah'a sen karap duramsa. Bak kız. Oh. Usta. Bak. Nuraka. Tunguzdek küçük bacım var senin. Ha, yeni bir gün işlevet Nuraka. Pulcu. Pulunu kaçan verirse. Oy. Gep çoğu. Oruq kalına pokuyoğan dep. Ağzına cep pulgu жүгіреп kapta. Şehrdeki ilik kavakta 15 som kanyon kirip ketken cuma Nuraka. Gınqıma işleyevegen. Cüretni padachılıqqa yardım bo'lar deb maktabdan chiqarib oldik. Endi kichigini qandoq qilamiz? Pul bo'lmiz qandoq o'qitamiz? Padachılıqdan topgan pul kanaydan oshmayotsa yoki yerimizni teramayotsak, ha desini qarz, qo'yimi to'ydig'i bu qarzning kishi. Mushundoq o'tayveramizmi? Uyning ahvoli mana shu. Bizmi bir yaxshi kunlarni ko'rsak nim bo'lar? Ben kada kılımı emse. Birisini bulam dem. Ya oğurluk kılam dem. Sizni undaq qiling demadim. Boshqalar undaq yoki mundaq ishlarni qilib, yildan yilga beyib qoldi deyman ha. Qalbaqman deb yurmay, boshqacha biror ishni o'ylashib ko'maydimi demoqchi. Ölüp kalmadık ko. Yalğız bizli mi? Şükür kıgına var xotin. İş kılıp moradın is çıkıp duruvadıdı ko. Opa, kusug'im ichib ketdi, chiyini chaqqan begina, bugun maktabda faoliyat bo'ldi, kechikib qolmay yana. Baqib kela bilan. Mana. Aldırmay iş ha? Barat Tayçak, şimdi ağan arıvan atar usuma, tayar usuma. He Müşkarosi, sen zakır müşk atap ağam. Evet, tamaşa kördükemizde Barat Tay'la harığı katkaç ürük. Aldığımızdan çaşkan kulak çıkıp kalmış, könüp kalımız dikine. Yo, Nuri çok iyi kaldı. Nuri kaldı. Ne buldu mu ka? Oralım onu da bu. Oyna baban yapalım. Sıkıcı bak. Esselamu aleyküm. Çata yoktu. Oynap kızla de. Şehirlik ağınla uçurap kılıp azdılık yıkıvaldık digine.
Ağzın köpük qaynab ketibdi. Saslıqda araq içmay kalemgen o'xshamamsan. Kalır yegenici, bizdek imeligenler imidi, Kadir ezme. Sen kalemsen, ağzını kıtkıp kalıdı. Hoş kettik. Nur aka! Maň bir yılan tutub bersen bulatdy. Şäherden tuqqanlar çıkıptı. Doğru qilmaz deydi. Neçi pul verirse? 5 so'm berme. 10 so'm be 10 so'm. Nim dedi buna çokay? Tutsan tut, tutmasan ornun adamcık. Alayda aldığın kelgen hoş bulup alayım apılını. Qani, ichiga. Ustam, qilyapti-na, o'qishdi. Gap qilay dangal. Bizni shuncha oldirib bu yerga nimaga boshlab kelding? Biz oldiramiz juma danga. Unda bo'lsa-chu, bu ishni hech qanday odamga demaymiz deb qasam qilinglar. Qo'y, qasam? Qasamga gap chiqib qoldi endi. Birisini o'ltirib qo'ymasa? Yo'q. Ahmet tapdım Ahmet. Bir yılan tutup edip 5 so'm pul vergende şu yılanı izlep bir köşkü basam bir komzak altın tipi oldu. Bu ne? Birisi gidiyor gelsene de. Yok. Kudu Dedin mi? Yok. Ben nima qilishimni bilmay sizlarni izlab kelishim. Xotiningni demay yaxshi qilibsan adash. Xotin kishini yana bog'u, chechi uzun aql qisqa. Birasiga deb qo'ysa bu narsalarni saqchida ko'rsa. Qo'rqma adash. Oltinlarni bog'u men pul qilib berma. Lekin og'zingni ching tut, ha? Nurmamat qo'lingni adash. Pul sendan, yo'l bizdan bo'lsin. Biz endi mangu ayrilmaylik.
Gülsüm. Hey Gülsüm. Bu yoqqa kel xotinim. Voy nima bo'ldi? Ovozliq o'nsan. Bu yoqqa kel. Qara buni o'qi. Nereden kelgan oltinlar bu? Qo'rqma xotin. Bizga omad keldi. Omad. Aka qo'lini. Aka. Bula. Biz boyib ketdik. Boyib ketdik xotin. Boyib ketdik. Endi men cho'qay degan laqamdan qutulgan bo'ldik. Nurmama. Ha. Bundaq ko'z bilan turg'ini qaraganda cho'qim egisi va oltinlar bu. Bunchalik narsani biz sing'irib ketolmaymiz. Men qo'rqyapman. Nimadan qo'rqatdi ham bizga kelgan omad bu. Ko'z bilan turg'ini qaraganda hamon bir odamning dunyosi bu. Buni o'zimizning qilib olsa xudo oldida hukumat oldida gunoh. Hukumatga topshirib beraylikmi deyapman. Nima deydiganda men xotin? Soqchi yana chiqdimi nima? Ah. Xotiningga deganmi? Xotin dedingmi? Yo'q. Yaxshi. Xotiningga demagining yaxshi bo'pti adash. Bundaq ishni xotin kishi deb qo'ysang, narsalarni soqchilik ko'rasan. Ya Allah Nurmama. Sizda nomus degan narsa bormi yo'q? Ahdidan kechgacha basan yeyman, ursang o'laman deb necha kunlar bo'ldi yotqiningiz yotgan. Choyxona sizning go'ringizmidi? Sizmi erkishmi? Ha, yotaman qandaq. Gaping bormi? Xuddi sen meni xotinlik qilib qo'yganda gap qilasan-ku. Talog'i chiqsam uyga kirsam xotin bo'ldim-ku. Qo'shnilardan choy tuz so'rab divona bo'lay deb qoldi. Xudoyim sizni bir kun xotin qilib qo'ysaydi. Shu chaqda bu go'ringizni bir kun o'tirmaydingiz. U nima deb yurdi mana xotin? Ajab odamning sabrasini o'rlatdi. Mana fili buka. Urg'aqini. Men yemagan sizning tayiqingiz qolgandi. Astagfirullah. To'g'ri chishimga tegmayjimi? Bo'lmasa bu go'ringdan bir aqli chiqib ketaman. Aygitakanga to'yib, o'ldirsa shu chaqda divan bo'lib. Shunday qiling endi. Sizga shu ish qolgan. Xotin bolalarni tashlab uy boqamidim deb chiqib ketdi. Ha. Sen xo'roz, men mehyon, bo'ldimi? Beshing kiya uyingni. Danga qo'lingga pul kirdi. Endi qanday qilay deysa? Hozir Ruslar toz kelyotdi. Ruslarga mol ko'rsatib pul tepyapmiz. Sodi shundoq yaxshi, lekin pul yo'q. Sen bir do'kon ochsang, biz Urumchidan mol kelsak, boy bo'lmaganni-chu, shu chog'da ko'rsan. Undaq ishlarni men qilolmayman. Yanala qo'y qilib boqaymikin deyman. Nima deydi buni xommontavi? To'g'i dangal o'shki jangal tushibdi deb, yenilik sosiqtirni o'ylab qopsan-da. Gaday bo'lsang shatalash deb, shu vaqt bozorning yaxshi tamoqini yeb, salqin do'konda o'ltirib pul topmamsa. Uning ustiga Nurmamat qanda qilib tez boy bo'lib ketdi deb, mahalladagilar soqchilik deb qo'ysa, ishingning tugashgini shu.
Shahar deganning etigi keng. Shaharda bo'lsang, birisining do'konini ichayotaman deysan. Uning ustiga hamma sirni biz bilamiz juma. Agar og'zimiz ichilib ketsa, tugilishkining shu. Ha. Yaxshimisiz Ardash? Qanaqa ahvoling? Bizning hisob kitobimizni qilganға ma'lum qizni keldi. Ismi Saniya, amma hisobotga tekshir usta. Yaxshimisiz Mirmamat aka? Yosin sizning yaxshi gaplaringizni qilib berdi. Agar meni yoqtirsangiz, ep qalasiz. Bo'ladi. Men ma Yasin olimlar bilan kechib paranglashib, sizga javobini beray bo'lamda? Ma'qul. Ma'qul. Xo'sh. Ma'qul Adash. Gülsüm, ko'nglingizga ep qalmang. Demay desam, zodi ko'nglim unimidi. Shaharga kirgandim, o'nsam Nur Muhammad shahardan xudni ilyapti deydi. Tova. Nima? Nurmamatni shahar kirib, uydan o'tdi dedingizmi? Men uni shahar kirib pul topsin mayli desam, u yerda uydan o'tdimi? O'zingizni besib elansanlar, rasmi yolg'onmi shaharga kirib surishtirib beqam. Ha? Men chiqay. Qanday qilaman? Allohim, nima qilib qolib? Biraz çıda cin balam, he? Oppa, nasıl bezgi çıkıp gitti? Cin balam, dadağını tepip andın tamak yedi, he? Oppa, en tatlı çıtımıdı. Canım balam. Yaxshimisiz? O'sha arvoqdan Nurmamat Batirning do'koni bilamsizki? Yo'q, bilmaydi ekanman.
Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mush yerda Nur Mamat deb bir do'kon ochibdi ekan. Do'konni bilamsiz? Bilaman. 3-4 kun bo'ldi. Nurmamat do'konni setyapti. Hozir o'zim nima ekanligini uqmaydi ekanman. Nima? Oppa, men bo'ldim. Oppa. Ishning bo'ldi. Qariyagash kentiga keldik. Şurada yo'lovchilar tushinglar. Әмсә, әтім айлыма? Şunda qilayli adaş. Ağayınlar, ben öygü verip pelik tıkıp koygan mallarını ekileyemse. Aqlinga barakallah adaş. Әмсә, әт qatnaş görüşeyle adaş, ha? Şunda kılaylı. Nur Mamat! Nur Mamat! Bak, qo'ya qo'lni. Ketma Nur Mamat! Sizga ishchingiz og'irsin, men tug'ruqaman, ballarga sir yetim bo'lib qolmasin. Oy, bana nereye? Dada bizni tashlab ketma, Nur Mamat, jinim Bana nereye? Ola hemen bu ne? Taşlap duruş. Dada bizni tashlab ketma. Dada sizni Bak, koya beni, çapaşmayın, çapaşmayın. Sen yaktın, toydum. Bu sehra ayında mı toydum? Dada bizni tashlab ketma, dada. Balam! Jinim balam, herkes şizimi, herkes ko'nglim yerib qimmiq. Biz bu odamdek yaşayalaymiz. Ya bunda çok ay hayvandan özü optu ha. Açıp oldu, ses bulduğun oldu degine. Pul əvət bere. Pul evetmeyi xotundan bir neves görün tıkı. 5 somdan payda versenla, bereyle hem de. Tössümdün bolsun. 4 somkan boldu. Qana qilamiz? Boğdek. Bo'pti. 5 so'mdan bo'lsin. Kelishdik ham. Shundoq bo'lsin. Pul Ishtoq emsa. Ha, Yasin, g'achchini beribla. Ha. Soda yurishib ketdi. Pul ishikdimi, to'ngikdimi kirayotgan mana, ha? Şundaq Nur Xo'jayin, şundaq. Kiring. Kelsa, sizga nima
Hozircha hech narsa kerak emas, siz chiqash turing. Shundoq qilib, bu binoni mo ishga kirishtirib bo'ldik. Kelar yili taqqa bir sayohat o'rni qursak deyman. Bo'g'dak. Men qo'shilman. Senchi olim. Ha, menmi qo'shilaman. Undaq bo'lsa, yasin ishkinglar sayohat o'rnini ko'gash, ketadigan chiqimni bir xamchot qilib qo'yinglar. Ha, shunda Ma'qul, ma'qul. Shunday qilaylik. Bo'ldi, ish tamom amsa. Yasin, Ha? eliq qalam qoshlaringda bir nechini chaqirmamsa, payzi qilmamdoq. Ha. Birini akraymi yoki tomga tizib yutaymi? Payzinglar. Bu yana mı ahır kırıp oldu? Kada. Ha, kiraylı. Ha, kada. Şunu ol kız gap yok la. Biz usta oyunsak katırıp etimiz. Oynaygan bolsak şöylüğünüz akıdı dememdi. Şunu bu gapni bana nimdep bersiz. Unda kadar ben sinet ömekni izlememsiz dedim. Qırab turdi şunu ola. Allah Ahmet. Shundoq qilib bu sayilga ahmoq bitib qoldi dedim-la. Qana, ha. O'sha. Ha? Oş. Bizning Nurlo ben dünyada bir. Eğer dünyada ikkisi bo'lib qolsa, onun birisi bizning Nurlo ben. Qani Nurlo ben. Tamam çekin. Arap. Qanchalik o'ynag'inglar bo'lsa, shunchalik o'ynanglar. Barliq chiqim, mana mendan. Ha, qandoq? Ha? Nurlo ben, erlarga deb tushirmay, mana bizga kelib qarab qo'yasiz, ha? Yaxshi. Men bugun shuni jakalaymanki, mush so'rindagi har bir qizning bo'yniga birdan oltin zanjir isilsin. Alamet yapalım. Başkaları ayrım yana.
Kire ilala. Korumlar ilala. Nurlu ben, seyahat orlarınızı görüp çıktık. Acayip çıraylık pinhan joyga o'rlashibsiz. Oltundek odam juma siz. Boshqa yeringizdan gul unib chiqdi ha. Sen mi hiçbir peyzimini gözetmeyse? Kandaklımız biliyor ne? Kıyıklı. Kelin. Yuring jinim. Uyga kirib parangshaydi. Shunday qilib, chet eldagi ishlarni xil yurishib qolgandek qiladi. Men bormasam bo'lmaydigandek qiladi. Qachon mangdi ekansizlar? Atil mangdigandek qilaman. Olimga biletni deb qo'ygandim. Beripla telefon qilib etang, ha? Chataq yo'q jinim. Bo'lmasa men ansirab qoladi ekanman. Bir mezgil ayrılgan bo'ldik-da. Amal yo'q-da. Meningmi ko'zimdan uchib ketadigan bo'ldingiz. Rasma? Albatta. Chet elga mansınız qandaqmı çıdamen? Vay. Olimi sen? Qandaq oldu? Ha, buludu, men hozirla baray. Ha, mana yo'lga chiqdim. Hozirla. Buludu. Ma'qul ha? Oye, bugün mağamsız, bir gün qolmamsız. Etmeyene canım. Bu degan savdoning ishi. Men muncha kirib chiqay. Sen safar tayyorliklarini qilib qo'ygin, bo'lindi. Ma'qul. Nasip olmağın amet aldı da Cismin ademdek yaralgan ersen Nasip olmağın amet aldı da Cismin ademdek yaralgan ersen Bulsa kalbimde Vapa hem ehlas Şundula ametnin Ninini yersen Bulsa kalbimde Vapa hem ehlas Şundula ametnin Ninini yersen
bir ömür şiğlap tapmaysan çare hiç ametin şiktümlüktir bir ömür şiğlap tapmaysan çare Ger yolun pişman kutsin şu minut yürek boğası pare hiç ametim şiktünlüktin bir ömür yığılar sen çare hiç ametin şiktümlüktin bir ömür şiğlap tapmaysan çare hiç ametin şiktümlüktin bir ömür şiğlap tapmaysan çare
Apa? Keldingmi bola? Ha, qaytib keldim. Mana bu bugungi sutning taloni apa. Jinim bolam, cho'ng bo'lgan bolam, esqatgan bolam. Jira bolam uyga. Qara o'g'lim, mush aydan boshlab hech kimning bizda qarzi qolmaydi. Bu firma endi bizning shaxsiy mulkimiz bo'ladi. Jinim apa, necha vaqtdan beri bek chapa tatding. Dadammisan, opammisan? Sana rahmat o'g'lim. Mushdek vaqtingdan tortib, turmushning ig'ir yukini men bilan teng tortdi. Hal kunimiz yaxshilanib qoldi. Biz mush mahallada cho'ng bo'lgan, mush mahallaning tuproqini dastlab, suyini ichib odam bo'ldik. Texim yaxshi odam bo'lgan o'g'lim. Boshqalar sening axloqingga zo'xlansin. Aslini hargiz unutib qolmag'in bolam. Gapimni anglag'in. Aras apa, xush xabar. Enim Akbar oliy maktab yutibdi. O'ylasma. Nima degan yaxshi? Bek yaxshi bo'pti jinim bolam. Bek yaxshi bo'pti. Aras bolam, yaqinda kent yo'l qurilishini apag'dik. Biz qarab tursak uyat bo'lar. Biz hozircha 10 ming so'm yordam qilsak deyman. Sening qanday? Bo'ladi apa. Sen nima desan shu? Rahmat jinim bolam, rahmat sana. Nurlu ben, çetel yarışıptı cuma. Çaşlarımız pakırap gitipti. Bire çetelli kızcak sılap koydum ya. Parij'de etir pıraydı. Arak dep etir işi var mı kalsa ya? Ha, qandaq? Pulun olsa-vago, hammasi seninki. Uqdingmi? Seningdeklarni chet elda minib o'ynaydi va, minib. Ammo vago, mushu o'ynaydigan ya chet elkan juma. Qiz ayollari kiyim kiymamdi nima? Ish qilib bir-biridan go'zaldanglar. Er kishi degan talada mingning uyida bo'lsa, birning. Shuni kechikib ketdikansizda, u qilin. Yashaydigan gap aytaq. Hey, oyna, oyna. Pul degan bag'o, o'g'illarning qo'lining kiri juma. Pul degan Nurmammat degan gap. Nurmammat degan gap pul degan. Yo'g'on so'zlab bu ota kasada omidim loyga minib yota kasada omidim loyga minib yota unutib ketding asli Almedim ameti Çakşıklar ametim Görsen karametim Çakşıklar ametim Görsen karametim Çakşıklar ametim Men olim bilan chet elda mis to'g'risidagi to'xtamga qo'l qo'yib keldim. Olim shu joyda bizning nomimizdan bir shirkat qursa deyman. Lekin hozircha qo'limizda naqd pul kam. Bankining pulini tex qaytarmadik. Shunga tog'dik sayohat o'rinini setib olsak deyman. Bo'ladi, bo'ladi. Shundoq bo'lsin. Shundoq qilaylik. Şu ama şimdi. Ya bana. Men nima bo'ldim? Bana doktorxonaga boramiz, bana. Nima qildim men? Bana. Jira. Men nima qildim? Kerak bana, kerak. Ey! Men nima qildim? Bana. Ha, chiqa.
Muş kishi shu. Vaqa to'g'dirgan siz bo'lamsiz. Men. Biz shaharlik qatnashsaqchi atirtidan. Savolimizga aynan javob berishingizni so'raymiz. İsmingiz nima? Nurmuhammad. Qancha yosh? 40 yosh. Adresingiz? Bo'ston ko'cha 17-qora. Siz 8 ayning 10 kuni kech soat 11da araq ichib mashinada vaqa to'g'diribsiz. Vaqaning amaliy ahvolini so'zlab bergan bo'lsangiz. O kuni men araqni ko'proq ichib qo'yib, mashinadaligini bilaman, qolgan ahvolini uqmayman. Qanchalik araq ichgan? O'zim bir bodilgidek araqni ichib yetibdi ekanman. Bo'ldi. Hozircha yaxshi davolaning. Qolgan gapni siz saqib chiqqanini birini deyishaylik. Ma'qul. Xo'sh amsa. Xo'sh. Bugun bak chiroyli qo'ysiz. Rasma? Shunda yomon pari olib ketibsiz-mi? Ko'zimda uchib ketdingiz-da. Menami. Voy. Ha? Nima? Nima? Bo'ladi, men hozirlik baray. Mana odam. Shuncha jiddiylashlik nima ish bo'ldi? Chet eldagi vakolatchimiz olim. Bizning barliq pulimizni yo'qab, yo'qolib ketibdi. Ne haqiqatini hech kim bilmaydi ekan. Asta, tugash to'qandi. A'zoyinglar Gulsumning ish izlari gazet radiolarda tashviq qilindi. Yo'l, maktab, doktorxona degandek hammasiga o'zini unutgan holda yordam qildi. Boshqalarni beshga yetaklabdi. Yo'ldosh Gulsum noya ayollar ichidan chiqqan alohida boy. Naimiz bu ishqa alohida ko'ngil bilib, Gulsumga 30 ming so'm rag'batlantirish yordam puli berishni qaror qildi. Uningdan boshqa noya o'simsiz 200 ming so'm, yeza 100 ming so'm o'simsiz qarz bilan ta'minlashni qaror qildi. Gulsumning kola fermasini kengaytirish va süt mahsulotlari zavod qurish planı tasdiqlandi. Endi yezining Gulsumga kerakli qanchalik yana ajratib berish masalasi qoldi. Navbatda yezi boshlig'imizni so'zga taklif qilaylik. Bo'ldi. Gulsumada qanchalik yerga ehtiyojlik bo'lsa, shunchalik yer beramiz. Gulsumada bizni unutib qolmagan yerda, bizmi Gulsumadani hargiz unutib qolmaymiz. Rahmat sizga Gulsumada. Bizden bu kichkina kentimizni nahiyaga, shaharga to'ntib etdingiz. Qisqa qo'limizni uzun qildingiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Tashkilga rahmat. Men yezam bilan odam. Mening taqdirim yezam bilan chambarchas bog'langan. Yezam meni boy qildi. Men dehqonlarimni suyman. Hammanglarga rahmat. Mening topgan pulim sizlarning. Barliqim sizlarning.
Sizlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Saniye. Hamma ish tugidi. Chet eldagi pullarni olib qochdi. Sen bilmaysan, dachini Nurmamat setib etgan. Nurmamatning restoran binosidan boshqa puli qolmadi. Bankining qarzi bor, o'g'irlangan bojmi bor tehi. Bojxona bilan bankining qarziga restoranning binosi bo'ylishamdi, yo'q kim bilir. Endi men qanday qilaman? O'z nomingda bankka qo'ygan pullarni naqlashtirib, uyda pulga yaraygan narsalarni tayyorlab qo'y. Bir kechida quyruqni xato qilamiz. Qandaq? Ha? Nurmamat efendi, bu yılqı bajni tek tölemepsiz. Tek biz tekşürgen oğurlangan bajım ba. Bu pullar az emasçı mı? Bizning bankining qarzi pulimi oz emas. Muddatidan ishib ketdi. Buningga nima deysiz? Mende pul qolmadi. Sizlar shu restoran binosini baholab ilib olsanglar. Bunu demse biz et resmiyetlerini ötüyteyelim. Ma'qul. Nurmamat, xeyr xo'sh. Xotin bolalarga rahmi yo'q sizdek odamning menga qanchalik rahimi bo'ladi? Az vaqt bo'lsa-mu sizga xotin bo'ldim. Sizga emas, pulingizga. Tegishli haqqimni elib, yo'limga ravon bo'ldim. Meni istab avara bo'lmang. Xeyr xo'sh Nurloba. Las! Şermende! Aldamçılar! Aldamçılar! Ben oldu emasmen. Neymiş işmeyse? İşimi deme hakikaten. Nuri piyanchi qumovi. Mushenimi olib qo'ymabdi-da. Rasuli piyanchi ko'pdi bu. Mendan 10 so'm so'rab yuradi. Ey fukam içe. Yo bular birini dedim ben. Nemi dedim ben ularga? Birini mi demedim. Bo'ldi men ketdim xo'sh. Ketdim men. Ya. To'xta. Buloqdan pul vermemse? Va buragida yiziq etirib. Aka chapanne, ishchi yurdigan buloqdan suv emas bu. Mana birni qo'ydi ekanman. Aka chapanne, ishchi yurdigan buloqdan suv emas bu. Birni qo'ydi ekanman. Mana! Ey, pulni qachon bersa? İzlep oram taktım seni. Kaçan birse? Ha? Kaçan birse dedim ben. Bana! Pul yok. Ya pulunu veremse vermemse? Kaçan birse? Jallovaz pul yok. Ya pul yok dedi mi? Burayla uyum var şu uyum. Dur bakayla. Boylaşmam da boylaşmam da. Sürme. Ha? Çıkar. Çıkar. Maile.
Ozachilik ile aşkanı kapır ben. Ma'qul, ma'qul. Şu işçigili koyu tefte. Doğru. Voy, Nurek baygı bu. Assalamu alaikum. Qanday ahvoling? Ya seni bay bo'lib ketdi, shahar aeroplanda yuriydi deb anglagan. Ya bu nima kunda qoldi voy? Haru so'rab yursan go. Omad qochdi, omad. Ha, bo'lmabdi juma. Uy makaning, mahallang turib. Hey, yetime ko'p qopsan go. Mushumi kunma? Yura mamlakatimiz. Xotining Gulsum bay bo'lib ketdi, bolalarimiz cho'ng bo'lib ketdi. Endi qaysi yuzim bilan mahallaga boraman? Xotin bolalarimga qanday qarayman? Mahalla degan mahalla juma. Odam degan xomsut emgan banda. Xatolashmaydigan odam bormi deysa, sen qilgan eskilikni mahalla qilmaydi. Seni qo'yniga ib ketadi. Yura mamlakatimiz. Ma, Bo'ldi, men bormayman. Ben bormayman, bo'ldi. men shaharda Nurakni uchirtib qoldim. Biz anglagan Nurak yo'q juma. Haru so'rab jon beqib yuribdi. Hali baqirab nadi deb, nadi qopida faqat bilamadim. Bir qarasang ishing og'riydi. Boy bo'lib, xotin bolalarini tashlab, mahallani tashlab, ko'ranglab ketganini o'ylasang, ko'tiga natchini tepgan keladi. Bo'lmabdi juma. Nur Muhammad Mush mahallining odami. Ot ko'ygan, oni ko'ygan odam biz. O'qig'ani qilmayli. U musafir bo'lib qolmasin. Qanday qilamiz? Bo'lmasa Gulsumga deb qandoq ya? Gulsumga desa qanday bo'la? Gulsumning yuragi xunib ketdi juma. Unimasmikan? Bo'lmasa Gulsumning fermasiga o'rlashtirib qo'yayli. Xudo yo'lida jiroqni yaqin qilib bir o'yin o'ynab baqsa qanday deysizlar? Qog'niga yurt mahalla bog'i. Qani bir o'rinib ko'rayli. Shunda qilayli, urinib baqayli. Shunda qilayli. Ya sen qancha qitimlab deyma. Basang Gulsumning yiniga yoki maliga bormaysa, noyiga yaqin kali fermasiga borasan da'vatiman. Oyliqingga 300 so'm berdi, tomoq yotoq berdi. Kallarni beqib bersan shu. Voy bo'ldi qilinglar, men bormayman, bo'ldi. Nima deydim ava? Gap anglamsa yo'q. Futqulingni bog'lab bo'lsami ep ketimiz. Sen og'rimamsa, o'lmamsa, hayvon bo'lib ketdingmi ya? Ey, anglayotamsa? Bizni mahalla evatdi juma. Buni eski bir nimani setib etib, biz bilan mangmaydigan bo'lsam, ko'gilikni ko'rsatib, o'ligingni o'zim ep ketimiz. Qanday deganimi bu? Mana. Qani, ishkirga marhamat. Marhamat. Yuringlar.
Kiranglar. Mana bu bizning pishiqlab ishlash seximiz. Mana bu sut qiyami. Bu sut to'ng'itish o'rnimiz. Mana bular yangi sig'ilgan sutlar. Endi kalferimizni ko'rib chiqaylik. Oyatda. Qani. Mana bu bizning kalferimiz. Mana bu bizning nasllik kallarimiz. Yaxshi. Mana bu sut sap bo'lgan nasllik kallar. Hammasini chet eldan keltirgan bu. Shundoq. Seyish uskunlari haqiqatan zamonaviy ekan. Ha, shundoq. Qani, bu yoqda. Mana bu bizning yem-xashak sklatimiz. Mana bu o'g'itlar. Qaranglar. Bu yoqda. Hay yo'ldosh, xapamay harvozni chettirib ketsangiz bo'pti kerak. Nur Mehmet, maşinan yok bulundu. Nime kısmet bu sana, kireydi sen öyün yok. Nime kısmet bu sana, kireydi sen öyün yok. İsabı var hemmenin, İsabını verdim. Çak çak diye ana şu, ahır üze gördüm.
olmağın Ahmet aldıda Kısmın Adem'dek yaralgan ersen Asip olmağın Ahmet aldıda Cismin Adem'dek yaralgan ersen Bulsa kalbimde vapa hem əxlaq Şundula Ahmet'nin nimini yersen Bulsa kalbimde vapa hem əxlaq Şundula Ahmet'nin nimini yersen Bulsa gel yolun pişman kuçsi Şu minut yürek bulgısı pare Hiç ametim çektimliktim Bir ömür yığılar Tapmaysan çare Hiç ametim çektimliktim Bir ömür yığılar Tapmaysan çare Hiç ametim çektimliktim Bir ömür şiirlap Tapmaysan çare Bulsa gel yolun pişman kuçsi Şu minut yürek bulgısı pare Hiç ametim çektimliktim Bir ömür yığılar Tapmaysan çare Hiç ametim çektimliktim Bir ömür şiirlap Tapmaysan çare Hiç ametim çektimliktim Bir ömür şiirlap Tapmaysan çare
eğer yolum pişman kutsin şu minut yürek boğısı pare hiç ametim şektünlükten bir ömür yığlap tapmaysan çare hiç ametim şektünlükten bir ömür yığlap tapmaysan çare hiç ametim şektünlükten bir ömür şiğlap tapmaysan çare Apa? Keldingmi bola? He, qaytib keldim. Mana bu bugungi sutning taloni apa. Jinim bolam, cho'ng bo'lgan bolam, es qatgan bolam. Jira bolam uyga.
Qara oğlum, muş aydan başlap hech kimning bizda qarzi qolmaydi. Bu firma endi bizning shaxsiy mulkimiz bo'ladi. Canım appa, neçe vaktin beri bek çapa tattın. Dadam mı sen, appam mı sen? Sana rahmet oğlum. Muştek vaqtingdan tatib, turmushning ig'ir yukini men bilan teng tatdi. Hal kunimiz yaxshilanib qoldi. Biz mush mahallada cho'ng bo'lgan, mush mahallaning tuproqini dastlab, suyini ichib odam bo'ldik. Texim yaxshi odam bo'lgan o'g'lim. Boshqalar sening axloqingga zo'xlansin. Aslini hargiz unutib qolmag'in bolam. Gapimni anglag'in. Aras appa, hoş haber. İnim Ekber, Ali mektep YouTube'da. O'ylasma, nima degan yaxshi, bek yaxshi bo'pti jinim bolam, bek yaxshi bo'pti. Aras bolam, yaqinda kent yo'l qurilishini apag'di. Biz qarab tursak uyat bo'lar, biz hozircha 10 ming so'm yordam qilsak deyman. Sening qanday? Buludu appa, sen neyim desen şu? Rahmat jinim bolam, rahmat sana. Nurlu ben, çetel yarışıptı cuma. Kaşlarınız pakırap gitipti. Bire çetelli kızcak sılap koydum ya. Parijning atir puraydi. Aroq deb atir ichib olmagansiz ya? Ha, qandaq? Puling olsa-ku, hammasi seninki. Uqdingmi? Seningdeklarni chet elda minib o'ynaydi va, minib. Ammo vago, mushu o'ynaydigan ya chet elkan juma. Qiz ayollari kiyim kiymamdi nima? Ish qilib bir-biridan go'zaldanglar. Er kishi degan talada mingning uyida bo'lsa, birning. Shuni kechikib ketdikansizda, voy qilin. Yashaydigan gap açtaq. Hey, oyna, oyna. Pul degan bag'o, o'g'illarning qo'lining kiri juma. Pul degan Nurmammat degan gap. Nurmammat degan gap pul degan. Yo'g'on so'zlab bu ota kasada omidim loyga minib yota kasada omidim loyga minib yota unutib ketdim asli Ahmet'im Ahmet'im Çakçığı var Ahmet'im Görürsen rahmetlim Çakçığı var Ahmet'im Görürsen rahmetlim Çakçığı var Ahmet'im Men olim bilan chet elda mis to'g'risidagi to'xtamga qo'l qo'yib keldim. Olim shu joyda bizning nomimizdan bir shirkat qursa deyman. Lekin hozircha qo'limizda naqd pul kam. Bankining pulini tex qaytarmadik. Shunga tog'dik sayohat o'rinini setib olsak deyman. Buludu, buludu. Şundak basın. Şu ama şimdi. Ya bana. Men nima bo'ldim? Bana doktorxonaga boramiz, bana. Nima qildim men? Bana. Jira. Men nima qildim? Kerak bana, kerak. Ey! Men nima qildim? Bana. Ha, chiqa.
Muş kishi shu. Vaqa to'g'dirgan siz bo'lamsiz. Man. Biz shaharlik qatnashsaqchi atirtidan. Savolimizga aynan javob berishingizni so'raymiz. İsmingiz nima? Nurmuhammad. Qancha yosh? 40 yosh. Adresingiz? Bo'ston ko'cha 17-qora. Siz 8 ayning 10-kuni kech soat 11 da araq ichib mashinada vaqa to'g'diribsiz. Vaqaning amaliy ahvolini so'zlab bergan bo'lsangiz. O kuni men aroqni ko'proq ichib qo'yib, mashinada inni bilaman, qolgan ahvolini uqmayman. Qanchalik araq ichgan? O'zim bir bodilgidek aroqni ichib yetibdi ekanman. Bo'ldi. Hozircha yaxshi davolaning, qolgan gapni siz saqib chiqqanini birini deyishaylik. Ma'qul. Xo'sh amsa. Xo'sh. Bugün bek chiroyli qo'ysiz. Rasma? Shunda, yomon pari olib ketibsiz-mi? Ko'zimda uchib ketdingiz-da. Menami. Voy. Ha? Nima? Nima? Bo'ladi, men hozirlik baray. Mana odam. Shuncha jiddiylashgach nima ish bo'ldi? Chet eldagi vakolatchimiz olim. Bizning barliq pulimizni yo'tkab, yo'qolib ketibdi. Ne haqiqatini hech kim bilmaydi ekan. Asta, tugash to'qandi. A'zoyinglar Gulsumning ish izlari gazet radiolarda tashviq qilindi. Yo'l, maktab, doktorxona degandek hammasiga o'zini unutgan holda yordam qildi. Boshqalarni beshga yetaklabdi. Yo'ldosh Gulsum noya ayollar ichidan chiqqan alohida boy. Olama bunu, tashlab turish. Dada, bizni tashlab ketdi. Dada, sizni... Qo'ya meni, chaplashmay, chaplashmay. Sen to'ydim. Bu sahroyimda bu to'ydim. Dada, bizni tashlab ketdi, dada. Bala! Yaşayalaymış. Ya bunda çok ay hayvandan özü optu ha. Aç bo'ldi, tez bo'ldigan bo'ldi degina. Pul evetib beri. Pul evetmey xotindan bir navas ko'ring tehi. 5 so'mdan foyda bersanglar, beraylar endi. 4 so'mdan bo'lsin. 4 so'mkan bo'ldi. Qanday qilamiz? Bo'g'dik. Bo'pti. 5 so'mdan bo'lsin. Kelishdik ham. Shundoq bo'lsin. Ishda o'qimsa. Ha, Yasin, g'achchini beriblar. Ha. Soda yurishib ketdi.
pul ishikdimi, to'nglikdimi kirayotgan mana, ha? Shundaq, Nurxo'jayin, shundaq. Kiring. Direktor, sizga nima lozim? Hozircha hech narsa kerak emas, siz chiqash turing. Shundoq qilib, bu binoni ishga kirishtirib bo'ldik. Kelar yili taqqa bir sayohat o'rni qursak deyman. Bo'g'dak. Men qo'shilman. Senchi olim. Ha, menmi qo'shilaman. Undaq bo'lsa, Yasin ishkinglar sayohat o'rnini ko'gash, ketadigan chiqimni bir xamchot qilib qo'yinglar. Ha, shundaq. Ma'qul. Shunday qilaylik. Bo'ldi, ish tamom amsa. Yasin, Ha? eli qalam qoshlaringda bir nechini chaqirmamsa, qaysi qilmamdoq. Ha. Birini akiraymi yoki tomg'a tizib yutaymi? Ha? Payzingwa. Bu yana nima axir kirib oldik. Qani. Ha, kiraylik. Ha, qani. Qani. Şunu o'qiz gapning gap yo'qla. Biz usta o'yinsa qatirib etimiz. O'ynaydigan bo'lsak sho'ligingiz oqidi demamdi. Şunu bu gapni menga nima deb bersiz? Unda qadam aslat o'makni izmamsiz dedim. Qarab turdi shuni bilan. Allomat. Shunda qilib bu sayliga ahmoq bitib qoldi danglar. Qana, ha. O'sha. Ha? Hoş. Güzel arzu ümit bizi ayıp kuyruğuna başlaydı. Güzel arzu ümit bizi Bizning Nurloban dunyoda bir. Agar dunyoda ikkisi bo'lib qolsa, uning birisi bizning Nurloban. Qani Nurloban, tamam chekkan. Rahmat. Nigarım sen, ey cananım sen.
qanchalik o'ynag'inglar bo'lsa, shunchalik o'ynanglar. Barliq chiqim, mana mendan. Ha, qandoq? Ha? Nurlu ben, erlerine getirip şunu vermeyi bana müsteklerimi qarab qo'yasiz, ha? Yaxshi. Men bugun shuni jakalaymanki, mush so'rindagi har bir qizning bo'yniga birdan oltin zanjir esilsin. Alamet yapalım. Başkaları ayrım yana. Kira ilala. Korumlar ilala. Nurlu ben, seyahat orlarınızı görüp çıktık. Acayip çıraylık pinhan joyga o'rlashibsiz. Oltundek odam jumosiz. Boshqa yeringizdan gul unib chiqadi ha. Sen hiç bir peyzini göstermeyse. Qandaqlımız bugün, ne? Qiyıqlı. Kelin. Yuring jinim. Uyga kirib parangshaydi. Shunday qilib, chet eldagi ishlarni xil yurishib qolgandek qiladi. Men bormasam bo'lmaydigandek qiladi. Qachon mangdi ekansizlar? Atil mangdigandek qilaman. Olimga biletni deb qo'ygandim. Beripla telefon qilib eting, ha? Chataq yo'q, jinim. Bo'lmasa men ansirab qoladi ekanman. Bir mezgil ayrılgan bolduq-da. Amal yo'q-da. Men ama ko'zimiz uchib ketadigan bo'ldingiz. Rasma? Albatta. Chet elga mansınız qandaq mı çıdarman? Vay. Olimi sen? Qandaq oldu? Ha, buludu, men hazırlı baray. Hemen yo'lga chiqdim, hazırla. Buludu, ma'qul ha? Oye, bugün mağamsız, bir gün qolmamsız. Etmeyene canım. Bu degan savdoning ishi. Men muncha kirib chiqay. Sen safar tayyorliklarini qilib qo'ygin, bo'ldi. Ma'qul. Nasip olmağın amet aldı da Cismin ademdek yaralgan ersen Nasip olmağın amet aldı da Cismin ademdek yaralgan ersen
bo'lsa qalbingda vafo ham axloq shundala omadning nenini yersen bo'lsa qalbingda vafo ham axloq shundala omadning nenini yersen bulsa yer yolum şman kuçsi şu minut yürek bulgısı pare hiç ametim şektümlüktim bir ömür yığlar tapmaysan çare hiç ametim şektümlüktim bir ömür yığlar tapmaysan çare hiç ametim şektümlüktim bir ömür şiğlap tapmaysan çare Haydi kalanını! Çık! Ha, bu ne? Hemen ha. Çık. Çık! Haydi kalanını! Çık! Haydi kalanını! Çık!
Şu. Haydi kalağını! Şu. Haydi kalağını! Hoş. Hoş. Haydi kalağını! Şu. Haydi kalağını! Hoş. Şu. 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 Dada. Ha, nimdeyse? Meni apam evetti. Velikamlı uyda bir günlük iş bakken seni karışmasın deydi. Pah. Kaçan mı kurtulamaz bu hakkı malaylık kılıçtan? Recep toydum cuma. Bak Allah'a sen karap duramsa. Bak. Oh. Usta. Bak. Nuraka. Tunguzdek küçük bacım var senin. Ha, yeni bir gün işlevet Nuraka. Pulcu. Pulunu kaçan verirse. Oy. Gepçoğu. Oruq kalına pokuyuğan dep. Ağzına cep pulgu жүгіреп qapta. Şəhərdəki ilik qavaqda 15 so'm kanyon kirib ketgan juma Nuraka. G'inqimay ishlayvergin. Cüretni padachiliqqa yardım bo'lar deb maktabdan chiqarib oldik. Endi kichigini qandoq qilamiz? Pul bo'lmiz qandoq o'qitamiz? Padachiliqdan topgan pul kanaydan oshmayotsa,
yoki yerimizni teramayotsak, ha desini qarz, qo'ymi to'ydig'i bu qarzning kishi. Mushundoq o'tayveramizmi? Uyning ahvoli mana shu. Bizmi bir yaxshi kunlarni ko'rsak nim bo'lar? Men qada qilaman amsa. Birisini bulam dem, yo o'g'irlik qilam dem. Sizni undaq qiling demadim. Boshqalar undaq yoki mundaq ishlarni qilib, yildan yilga beyib qoldi deyman ha. Qalbaqman deb yurmay, boshqacha biror ishni o'ylashib ko'maydimi demoqchi. O'lib qolmadik-ku. Yolg'iz bizmi? Shukr qilgina xotin. Ish qilib mo'raqdan is chiqib turyapti-ku. Oppa qo'sug'im ichib ketdi, chiyni choqqan begina bugun maktabda faoliyat bo'ldi, chiqib qolmay yana. Baqib kela bilan. Mana. Aldırmay iş ha? Barat Tayçak, şimdi ağan arıvan atar usu tayar usu He Müşkarosi, sen zakır müşk atap ağam. Evet, tamaşa kördükemizde Barat Tay'la harığı katkaç ürük. Aldığımızdan çaşkan kulak çıkıp kalmış, könüp kalımız dikine. Yo, Nuri çok iyi kavu. Nuri kavu. Ne buldu mu ka? Oralım onu da bu. Oyna baban yapalım. Sıkıcı bak. Assalomu alaykum. Çata yoktu. Oynap kızla de. Shaharlik og'inlar uchrab qilib, ozdili qiqib oldik degina. Ağzın köpük kaynap ketipti. Saslıkta arak içmek kalemgen okşmamsa. Qilib yurganicha bizak imaliganlar imidi, Qodir azma. Sen qalamsan, og'zingni qetib qoladi. Xo'sh. Ketdik. Nur aka. Bana bir yılan tutup versen bulattı. Şehirden tukallar çıktı. Doğru kılmaz deydi. Nechi pul bersa? 5 so'm berme. 10 so'm be 10 so'm. Nim dedi buna çokay. Tutsam tut, tutmasam ornak adamcık. Alayda aldığın kegen hoş bulup alayım apılını.
Qani, ichiga. Ustam qilyapti-na, o'qishdi. Gap qilay dangal. Bizni shuncha oldirtib bu yerga nimaga boshlab kelding? Biz oldiramiz Juma danga. Unda xo'schu, bu ishni hech qanday odamga demaymiz deb qasam qilinglar. Qo'y, qasam? Qasamga gap chiqib qoldi endi. Birisini o'ltirib qo'ymasa? Yo'q. Ahmet topdim, Ahmet. Bir yılan tutup edip 5 so'm pul vergende, şu yılanı izlep bir köşkü basam, bir kumzak altın tipi oldu. Ayımız bu işqa alayda köngül bölüp Gülsümge 30 ming so'm rıgbetlendiriş yardım pulu berishni qaror qildi. Onundan başqa Naya ösümsüz 200 ming so'm, Yeza 100 ming so'm ösümsüz qarz bilan ta'minlashni qaror qildi. Gülsümning kalı fermasini kengaytirish va süt mahsulotlari zavod qurish planı tasdiqlandi. Endi Yezining Gülsümge kerakli qanchalik yana ajratib berish masalasi qoldi. Navbatda Yezi boshlig'imizni so'zga taklif qilaylik. Buludu. Gülsüme'de qanchalik yerga ehtiyojlik bo'lsa, shunchalik yer beramiz. Gülsüme'de bizni unutib qolmagan yerda, biz bu Gülsüme'de hergiz unutib qolmaymiz. Rahmat sizga Gülsüme'de. Bizning bu kichkina kentimizni nahiyega, shaharga to'ntib etdingiz. Qisqa qo'limizni uzun qildingiz. Rahmat sizga. Rahmet sizə. Təşkilga rahmet. Mən Yezam bilan odam. Mening taqdirim Yezam bilan chambarchas bog'langan. Yezam meni boy qildi. Men dehqonlarimni suyman. Hammanglarga rahmat. Mening topgan pulim sizlarni. Barliqim sizlarni. Sizlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Saniye. Hamma ish tugidi. Chet eldagi pullarni olib qochdi. Sen bilmaysan, dachini Nurmahmat setib etgan. Nurmahmatning restoran binosidan boshqa puli qolmadi. Bankining qarzi bor, o'g'irlangan bojmi bor tehi. Bojxona bilan bankining qarziga restoranning binosi bo'ylishamdi, yo'q kim bilan. Endi men qanday qilaman? O'z nomingda bankka qo'ygan pullarni naqlashtirib, uyda pulga yaraygan narsalarni tayyorlab qo'y. Bir kechida quyruqni xali qilamiz. Qandaq, ha? Nurmahmat efendi, bu yilgi bojni tek to'lamabsiz. Tek biz tekshirgan o'g'irlangan bojim bor. Bu pullar oz emas-chimi? Bizning bankining qarzi pulimi oz emas. Muddatidan ishib ketdi. Buningga nima deysiz? Menda pul qolmadi. Sizlar shu restoran binosini baholab ilib olsanglar. Bunu demse biz et resmiyetlerini ötüyteyelim. Ma'qul. Nurmahmat, xeyr xo'sh. Xotin bolalarga rahmi yo'q sizdek odamning menga qanchalik rahimi bo'ladi?
Az vaqt bo'lsa-mu sizga xotin bo'ldim. Sizga emas, pulingizga. Tegishli haqqimni elib, yo'limga ravon bo'ldim. Meni istab avara bo'lmang. Xayr xo'sh, Nurlobi. Las! Şermende! Aldamçılar! Aldamçılar! Ben buldu meşmemi. Neymiş işmeyse? İşimi deme arkasına. Nuri piyanchik qumavi. Mushenim olib qo'ymabdi-da. Rasuli piyanchi ko'pdi bu. Mendan 10 so'm so'rab yuradi. Ey, fukam, içe. Yo, bulağı birnim dedim ma men, he? Nemi dedim ha ulağı? Birini mi demedim. Bo'ldi men ketdim ha, xo'sh. Ketdim men. Ya. To'xta. Buloqdan pulni vermemse? Va bir ag'ida yuz qidirab. Aka chapan ne? İşçi yurdigan buloqdan suv emas bu. Mana birini qo'ydi ekanman. Aka chapan ne? İşçi yurdigan buloqdan suv emas bu. Birini qo'ydi ekanman. Mana! Ey, pulni qachon bersa? İzlab oram taktım seni. Buloqdan suv Qachon emas bersa? bu. Ha? Qachon bersa Pul dozma? ekanman mana. Pul yo'q. Ya pulni beremse vermemse? Qachon bersa? Jallovaz, pul yo'q. Pul yo'q deydimi? Uy ko'rayli, uyim bor, shu uyim. Yürü bakaydı. Sürme. Boylaşmam da boylaşmam da. Sürme. Ha? Çıkar. Çıkar. Maile. Pazarçılık edip aşkanı kapır ben. Ma'qul. Şu işçigini qo'yib tafka. Ha, to'g'ri. Voy, Nurek baygı bu. Assalamu alaikum. Qanday ahvoling? Ya seni bay olup gitti. Şehir aeroplanda yürüydü deb anlagan. Ya bu nemi günde kaldı voy? Harı söylep yürüsen o. Ahmet kaçtı, Ahmet. Ha, bu maptıcımı. Öy makanın, mahallan turup. Yetime köp kapsan o. Muşumu gün ma? Yürü memleketimiz. Xotunun Gülsüm bayıp gitti, ballarımı çoğup gitti. Endi qaysi yüzüm bilen mahallaga boraman? Xotin ballarımga qanday qarayman?
Mahalle degan mahalle cuma, odam degan xom sut emgen bende. Xatolaşmaydigan odam bormi deysa, sen qilgan eskilikni mahalle qilmaydi. Seni qo'yniga ep ketidi. Yura mahalle ketimiz. Ma. Bo'ldi, men bormayman. Ben bormayman, bo'ldi. Ben şehirde Nurek'ni uçurtup kaldım. Biz anlayan Nurek yokçu mu? Arı söylep can bekip yürüptü. Hali bek karap ne deyip, ne kopudu fakat bilemedim. Bir karısan işin ağrıydı. Bayvup, xotun ballarını taşlap, mahallini taşlap, körenlep ketkinini oylasan, kötüge nepçini tepken keledi. Bu Maptucuma. Nur Muhammed Mumuş mahallining adamı. At köygen, anı köygen adam biz. Okuğanı kımaylı. O musafir bolup kalmışsın. Qanday qilamiz? Bo'lmasa Gulsumga deb baqandiq ya. Gülsüm'ü deyse kanta bula. Gülsüm'ün yürüki xunum ketdi cuma, unumas mı ket? Bulmasa Gülsüm'ün fermisiga uğurlaştırıp koyaylı. Xudo yo'lida jiroqni yaqin qilib, bir o'yin o'ynab baqsa qanday deysizlar? Qog'niga yurt mahalli bog'i. Qani bir o'rinib ko'rayli. Shunda qilayli, urinib baqayli. Shunda qilayli. Ya sen qancha qitimlab deyma. Basan Gülsüm'ün yeniga yoki maliga bormaysa, noyiga yaqin kali fermasiga borasan da'vatiman. Aylıqınga 300 so'm berdi, tamoq yotoq berdi. Kallarını bekib bersan shu. Voy bo'ldi qilinglar, men bormayman, bo'ldi. Nima deydim hava? Gap anglamsan yo'q. Futqulingni bog'lab bo'lsam ep ketimiz. Sen og'irmamsa, o'lmamsa, hayvon bo'lib ketdingmi ya? Ey, anlayaptamsa? Bizni mahalle evatdi cuma. Bunu eski bir nimani setib etib, biz bilan mangmaydigan bo'lsam, ko'gilikni ko'rsatib, o'ligingni o'zim ep ketimiz. Qanda deganimi bu? Mana. Qani. Qani, ishkirga marhamat. Marhamat. Yuringlar. Kiringlar. Mana bu bizden pishiqlab ishlash seximiz. Mana bu sut qiyami. Bu sut o'rnimiz. Mana bular yangi sig'ilgan sutlar. Endi kalferimizni ko'rib chiqaylik. Oyaqda. Qani. Mana bu bizning kalferimiz. Mana bu bizning nasllik kallarimiz. Yaxshi.
Mana bu süt sap bo'lgan. Buni bir asik demgansana da. Yo'q. Xudo Xo'ja xo'ja. dedingmi? Yo'q. Men nima qilishimni bilmay sizlarni izlab kelishim. Xotnoga demay yaxshi qilibsan adash. Xotin kishi degan omagu, chechi uzun aql qisqa. Bir asik deb qo'ysa bu narsalarni soqchida ko'rsa. Qo'rqma adash. Oltinlig'ini olgan hali men pul qilib berma. Lekin og'zingni ching tut, ha? Nurmamat qo'lingni adash. Pul sendan, yo'l bizdan bo'lsin. Biz endi mangu ayrilmaylik. Gülsüm. Hey Gülsüm. Bu yoqqa gel otanım. Voy nima bo'ldi? Ovozliq o'msan. Bu ne? Bu yoqqa gel. Bu ne? Qara buni o'qidi. Nereden kelgan oltinlar bu? Qo'rqma xotin. Bizga omad keldi. Omad. Aka qo'lini. Aka. Bu ne? Biz boyib ketdik. Boyib ketdik xotin. Boyib ketdik. Endi men cho'qay degan laqamdan qutulgan bo'ldik. Nurmamat. Ha. Bundaq ko'z bilan turg'ini qaraganda cho'qim egisi va oltinlar bu. Bunchalik narsani biz sing'irib ketolmaymiz. Men qo'rqyapman. Nemadan qo'rqatdi ham bizga kelgan omad bu. Ko'z bilan turg'ini qaraganda hamon bir odamning dunyosi bu. Buni o'zimizning qilib olsa xudo oldimi, hukumat oldimi buni? Hukumatga topshirib beraydimikin deyapman. Nima deydiganda men xotin? Soqchi yenidan chiqsami nima? Ah. Xotnoga dedingmi? Xotin dedingmi? Yo'q. Yaxshi. Xotnoga demigining yaxshi bo'pti adash. Bundaq ishni xotin kishi deb qo'ysang, narsalarni soqchida ko'rsa. Ya Allah Nurmamat. Sizda nomus degan narsa bormi, yo'q? Ahdidan kechgacha ba'zan yeyman, ursang o'laman deb necha kunlar bo'ldi yotqiningiz yotgan. Choyxona sizning go'ringizmidi? Sizmi er kishimi? Ha, yotaman qo'qandaq. Gaping bormi? Xuddi sen meni xotinlik qilib qo'yganda gap qilasan-ku. Talog'i chiqsam uyga kirsam xotin bo'ldim-ku. Qo'shnilardan choy tuz so'rab, divona bo'lay deb qoldi.
Xudoyim sizni bir kun xotin qilib qo'ysaydi. Shu chaqda bu garingizni bir kun o'tirmaydingiz. U nima deb yurdi ey mana xotin? Ajab odamning sabrasini o'rlatdi. Mana fili buka. Uraqini. Men yemagan sizning tayiqingiz qolgandi. Astagfirullah. To'g'ri tishimga tegmay juma. Bo'lmasa bu go'ringdan bir aqli chiqib ketaman. Agi takanga to'yib, o'ldirsa shu chaqda divan bo'lib. Shunday qiling endi. Sizga shu ish qolgan. Xotin bolalarni tashlab uy boqamidim deb chiqib ketdi. Ha? Sen xo'roz, men mehyon, bo'ldimi? Beshing kiya uyingni. Danga qo'lingga pul kirdi. Endi qanday qilay deysa? Hozir Ruslar taz kelyotdi. Ruslarga mol ko'rsatib pul tepyapmiz. So'di shundoq yaxshi, lekin pul yo'q. Sen bir do'kon ochsang, biz Urumchidan mol kelsak, boy bo'lmaganni-chu, shu chog'da ko'rsan. Undaq ishlarni men qilolmayman. Yanala qo'y qilib boqaymikin deyman. Nima deydi buni xommontavi? To'g'adangal o'shki jangal tushibdi deb, yenilik sosiqligini o'ylab qopsan-da. Gaday bo'lsang shay talash deb, shu vaqt bozorning yaxshi tamoqini yeb, salqin do'konda o'ltirib pul toplamsa. Uning ustiga Nurmamat qanda qilib tez boy bo'lib ketdi deb, mahalladagilar soqchi deb qo'ysa, ishining tugashkini shu. Shahar deganning etigi keng. Shaharda bo'lsang, birisining do'konini ichyotaman deysan. Uning ustiga hamma sirni biz bilamiz juma. Agar og'zimiz ichilib ketsa, tugashkini shu. Ha. Yaxshimisiz adash? Qanaqa ahvoling? Bizning hisob kitobimizni qilganға ma'lum qizni keldim. İsmi Saniye, amma hisobotga tekshirishdi. Yaxshimisiz Nurmamatga? Yo'sin sizning yaxshi gaplaringizni qilib berdi. Agar meni yoqtirsangiz, ib qolasiz. Bo'ladi. Men ma Yasin olimlar bilan kechib paranglashib, sizga javobini beray bo'landa. Ma'qul. Xo'sh. Ma'qul adash. Gülsüm, ko'nglingizga ep qolmang. Demay desam, zodi ko'nglim unimidi. Shaharga kirgandim, onsam Nur Muhammad shahardan xudni ilyapti deydi. Tova. Nima? Nurmamatni shahar kirib, uyini o'tdi deydingizmi? Men uni shahar kirib pul topsin mayli desam, u yerda uyini o'tdimi? O'zingizni besivelan solim. Rasmu yolg'onmi shaharga kirib surishtirib yiqqan. Ha? Men chiqay. Qanday qilaman? Allohim. Nima qilib qolib? Biraz chidajin bolami.
Oppa, bozgun bezgi çıktı. Canım balam, dadağını tepip andın tamak yedi ha. Oppa, en tatlı çıtmadı. Canım balam. Yaxshimisiz? O'sha arvohdan Nurmamat Tatarson do'koni bilamsizki? Yo'q, bilmaydi ekanman. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? O'sha yerda Nurmamat Tatarson do'koni ichib ekan, do'konni bilamsiz? Bilaman. 3-4 kun bo'ldi. Nurmamat do'konini setib etdi. Hozir o'zim nima ekanligini uqmaydi ekanman. Nima? Oppa, men bo'ldim. Oppa. Ishning bo'ldi. Qarayag'ash kentiga keldik. Shunaqa yo'lovchilar tushinglar. Әмсә, әтім айлыма? Shunday qilaylik adash. Ağayınlar, ben öygü verip pelik tıkıp koygan mallarını ekileyemse. Aqlinga barakallah adash. Әмсә, әті қатнаş görüşeyle adaş, ha? Şuna kılaylı. Nurmamat! Nurmamat! Qo'ya qo'lni. Ketma Nurmamat! Sizga ishchiniz og'irsin, men tuluqqanman, ballarga sir yetim bo'lib qolmasin. Oy, mana nereye? Dada! Dada, bizni tashlab ketma, dada! Nurmamat, Mana nereye?